Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlarga hozir juda ham muhim bo'lgan narsani o'rgatib qo'yaman. Kitob o'qish borasida. Qaranglar, mana qo'limda kitob turibdi, to'g'rimi? Qalingina kitob. Ozgina marhaladan keyin bemalol bu kitoblarni o'qishinglar mumkin, lekin hozirda endi boshlayotgan bo'lsanglar, bu juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman sizlarga. Juda ham kichkinaroq, ixchamroq ko'rganinglarda, tugatib qo'yman, bir kunda tugataman, bir hafta tugataman deydigan kitoblar bo'lsin qo'linglarda. Mana kichkinagina kitobdan boshlaylar va sahifalarga bo'lib olinglar. 3 betdan, 4 betdan o'qiyman deb boshlaylar. Qaranglar, bu yerda ham nima deyilyapti? Sevgili çocuklarım, sizler de çok çalışın. Aziz farzandlarim, sizlar ham ko'proq ishlanglar. Çok çalışanı herkes sever. Ko'p ishlaydiganni hamma yaxshi ko'radi. Alloh daha çok sever. Alloh yanada ham ko'proq yaxshi ko'radi. Buni unutmaylik. Alloh kimdir yaxshi ko'radigan bo'lsa, sevadigan bo'lsa, hamma uni sevadi. Çok çalışırsanız sizler de önemli görevler yapar, unutulmaz işler yaparak geleceğe isminizi yazdırabilirsiniz. Hozirda birinchi marta o'qib turibman, bu betni men hozirgi holatda qarang. Agar ko'p holatda ishlaydigan bo'lsanglar, eng muhim narsalarni qila oladigan bo'lasizlar va sizlarni unutilmaydigan holatda darajanglarni, isminglarni, ya'ni tarixga yozdirsanglar bo'ladi ma'nosida jumla ketyapti. Endi aytmoqchi bo'lingan narsa, qaranglar, ham bu yerdan o'qish, ham harakat haqida davom etyapti. To'xtamasdan agar harakat qiladigan bo'lsanglar, kichkina kitob deylik, bir hafta, 2 haftada tugatdinglar, undan keyin keyingi marhalaga, keyingi kitobga o'tdinglar. Boshida qaysi kitob o'qiy ekan, qanday kitob o'qiy ekan deb qidirmanglar. O'qishni o'rganib olish kerak birinchi. Ya'ni tez o'qish texnikalarini o'rganib olish kerak. Kitobga o'zinglarni berishinglar kerak. Berganinglardan qalin kitoblarni o'qiysizlar, keyin kitoblarni alishtirib o'qiysizlar. Misol uchun, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytganlarki, bitta kitobdan zerikdingizmi, ikkinchi kitobga o'ting. Ikkinchi kitobdan zerikdingizmi, uchinchi kitobga o'ting deb alishtirib aytganlar va shu narsani ta'kidlaganlar. Stolinglarning ustida, ya'ni dars stolinglarning ustida, masa deymiz-ku, ortiqcha kitob bo'lmasin. Bir dona kitob bo'lsin, o'qiydigan kitobinglar bo'lsin. Ishoninglar, ingliz tili turibdi, arab tili turibdi, boshqa tillar turibdi. O'shandoq turganda sizlarga shayton aytadiki, to'xta deydi, ana darsing qolib ketyapti deydi, uni o'qi deydi. Keyin uni olasizlar, to'xta deydi, mana senga muhimroq deydi. Ingliz tilida nima foyda bor deydi, arab tilini o'rgan degan narsalarni olib kelib sizlarni zo'r ham chalg'itadi. O'sha narsaga chalg'imanglar. Bitta maqsad qo'ydinglarmi, harakat qilib jiddiy jahd qiladigan bo'lsanglar, bemalol, mana rahbarimiz ham o'qidilar, harakat qildilar, sizlar ham bemalol o'sha mavqelarga erishinglar. Eng ozidan shu davlatga xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishinglar mumkin bo'ladi.